Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi video darsimiz chiziqli tenglamalar sistemasi. Ikkita noma'lumli, ikkita chiziqli tenglamalar sistemasi. A1 x plus b1 y teng s1, a2 x plus b2 y teng s2 bo'lsin. O'zi chiziqli tenglama sistemasi degani, chiziqli degani x noma'lumlar darajalar birlarga teng bo'lsa, bu chiziqli bo'ladi. Buni yechishda bir nechta usullari bor. Birinchi usuli qanday bo'ladi? Birinchi tenglamani a2 ga ko'paytirib olamiz. Tenglikning ikki tarafini ham 0 dan farqli. Ikkinchi tenglamani a1 ga ko'paytirib olamiz. A1 ham 0 dan farqli va ayirib yuboramiz. Shunda nima bo'ladi? A1 a2x, A1 a2x 0 bo'ladi. Mana bunda a2 b1 y minus a1 b2 y teng s1 a2 minus s2 a1. Bunda ikkalovidan ham y ni chiqarib olsak, x ko'paytuvchidan a2 b1 minus a1 b2 teng s1 a2 minus s2 a1. Y topmoqchi bo'lsak, demak bu ko'paytma tenglikning o'ng tarafiga bo'linma bo'lib o'tadi. Mana y qiymati. Topilgan y qiymatini bu yerga olib qo'yib x ni topamiz. A1x plus b1 y o'rnida s1 a2 minus s2 a1 taqsim a2 b1 minus a1 b2 teng s1 yoki a1x plus teng qilib olaylik, tenglikni tarafiga o'tkazib olaylik. s1 minus b1 s1 a2 plus minus qilib olaveraylik. Hozir ta'sir qildirmay. b1 s2 a1 taqsim a2 b1 minus a1 b2 yoki a1ximiz s1 a2 b1 minus s1 a1 b2 minus b1 s1 a2 plus mahraj beryapmiz, umumiy mahraj. b1 s2 a1 bo'lingan a2 b1 minus a1 b2 ga. Bundan qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir xillari bormi? Yo'q, bir xili yo'q. Shuning uchun a1 da bo'lug'i o'tkazamizdan buni soddalashtirib qo'yamiz. Xo'p, a2 a1 s1 a2 b1 minus s1 a1 b2 minus b1 s1 a1 plus b1 s2 a1 taqsim a1 a2 b1 minus a1 b2 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi yana ham soddalashtiradigan bo'lsak, mana bu ikkalovidan nimani chiqarib olaman? b1 s1 ni chiqarsam a2 minus a1 qoladi. Keyingisidan minus a1 ni chiqaradigan bo'lsam s1 b2 minus b1 s2 taqsim a1 a2 b1 a1 b2. Mana shu ko'rinishda topiladi x bilan y ni qiymatlari.
Bitta misol ko'radigan bo'lsak, misol 2x plus 3y teng 6, x minus xo'p 2y teng minus 4. X bilan y qiymatini toping. Sırada ben bunu 2'ye ko'paytirib, birinchi tenglamada ikkinchi tenglama ayirib bo'laman. Bu 0. 2'ye ko'paytirib ayirsam plus 7y. Xo'p, 6 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 14. Y barobar 2. 2 ni olib qo'yadigan bo'lsak y o'rniga x teng 0. Demak, x 0 2 degan qiymat bo'ladi. Ana endi bu ikki noma'lumni sodda chiziq tenglamalar sistemasi. 3 noma'lumli bo'ladigan bo'lsa, a 1 u 1 deb olamiz x1, 1 u 2 x2, 1 u 3 x3 teng b1. a2 2 x2, a2 q1, a2 2 x2, q3 x3 teng b2. a3 1 x1, a3 2 x2, a3 3 x3 teng b3. Mana shunday ko'rinishda berilsa, 3 ta noma'lum, 3 ta chiziq tenglama sistemasi shu ko'rinishda berilsa, qanday qilib noma'lumlar topamiz? Buni bir nechta usullari bor. Birinchi usuli demak Kramer usuli. Kramer usulini qanday topamiz? Birinchi o'rinda delta, ya'ni determinant. Delta determinant qanday tuzib olamiz? Noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan tuzib olamiz determinantni. q1, q2, q3, 3u2, 3u3. Bu determinant topamiz. Keyin delta x1. Delta x1 tuzganda x1 oldidagi noma'lum koeffitsiyentlar o'rniga ozod hadlar qo'yamiz. Ya'ni b1, b2, b3. a1 2, a2 2, a3 2, a1 3, 2 3, 3 3. Keyin delta x2 ni tuzib olamiz. O holda x1 oldidagi koeffitsiyentlar o'zi, x2 ni oldidagi koeffitsiyentlar o'rniga ozod hadlar yozamiz. b1, b2, b3. a1 3, a2 3, 3 3. Keyingisi delta x3. a1 1, 2 1, 3 1. Keyingisi ham a1 2, 2 a3 2. Endi x3 koeffitsiyentlar o'rniga x3 oldidagi koeffitsiyentlar o'rniga ozod hadlar b1, b3. Mana shunday 4 ta determinant hisoblaymiz. Shunda bizda x1, x2, x3 topish kerak. x1 delta x1 taqsim deltaga teng. x2 delta x2 taqsim deltaga teng. x3 delta x3 taqsim deltaga teng bo'ladi. Endi bu yerda 3 ta shart ko'riladi. Birinchi shart delta teng 0, delta x lar ham 0 bo'ladigan bo'lsa, berilgan chiziq tenglama sistemasining yechimi cheksizda bo'ladi. Ikkinchi hol delta teng 0, delta x lardan hech bo'lmaganda bittasi 0 dan farqli bo'ladigan bo'lsa, yechim yo'q. Uchinchisi delta 0 dan farqli bo'lsa, yechim bitta deyiladi. Bitta misol ko'ramiz. 3x1 minus x2 teng 5. Minus 2x1 plus x2 plus x3 teng 0. 2x1 minus x2 plus 4x3 teng 15. Shu ko'rinishda 3 ta noma'lum, 3 ta chiziq tenglama sistemasini yeching.
Birinchi tenglamani mana bu ko'rinishda yozib olaman. 3x1 minus x2 plus 0 ko'paytirib x3 deb. Qolganlari o'z holicha yozilaveradi. Deltani tuzib olsak necha bo'ladi? 3 minus 1 0 minus 2 1 1 2 minus 1 4 hisoblaymiz. Uchburchak usulida. Demak 12 0 minus 2 minus 0 minus 3 plus 8 bo'ladi. Bu 10 minus 5. Bu 5. Bu 0 dan farqli. Demak yechimi bor. Demak yechimi bitta bor. Shu bitta yechimni topamiz. x1 oltita kapsiyaga ozod qilib qo'yamiz. 5 0 15 minus 1 1 minus 1. Keyingilari 0 1 4 20 0 bu plus 15 minus 15 ekan. Minus 15 minus 5 0 demek beraber 5 plus 5 teng 10. Delta x2 topamiz endi. 3 minus 2 2 x2 oltita koeffitsiyentlar o'rniga ozodlar yozamiz. 5 0 15 0 1 4 0 0 bu 10 0 minus 45 minus demek 40 bo'ladi. Bu 5 degan javob bo'ladi. Delta x3 3 minus 2 2 minus 1 1 minus 1 x3'te oltita koeffitsiyentlar o'rniga 5 0 15 45 bu plus 5 bu 0 minus 10 ve 0 bu plus 30 bo'ladi. Barobar 50 minus 40 bo'lsa bu 10 ga teng. x1 ni topsak delta x1 taqsim delta edi. Delta x1 nimaga teng? 10. Deltamiz 5 ga teng chiqdi. Javob 2. x2 delta x2 taqsim delta. Delta x2'miz 5. Deltamiz 5. Bu 1 deb beradi. x3 delta x3 taqsim delta. Delta x3 10, deltamiz 5. Bu 2 ni beradi. Endi yechimni yozsak x1 x2 x3'imiz bu teng 2 1 2. Tenglama o'rniga borib qo'yadigan bo'lsak, sistema o'rniga 2 ni qo'ysak demak 6 minus 1 bu 5 deb beradi tekshirishda. Qolganlari ham to'g'ri bo'ladi. Mana shu ko'rinishda chiziq tenglama sistemasi yechiladi.